Demak, ushbu mavzu yuzasidan bugun talabalarimiz xalq interaktiv usullardan foydalanib kelib, darslarni o'tkazib beradi. Marhamat, dars boshlanadi. Yo'llanma qilindi. Demak, hamma darsda bor. Demak, bizga berilgan mavzu missionerlik va pozitivizmning siyosiy ijtimoiy xavfi, ya'ni bu mavzumizda qanaqa qilib bizni dinimizga yoki bizni xalqimizga missionerlik xavf solishi mumkin to'g'risidagi mavzu. Eng asosiy terminlarga keladigan bo'lsak, ya'ni missionerlik so'zining o'zini ma'nosi. Agarda biz missionerlik haqida gapiradigan bo'lsak, eng avvalo biz uni nima ma'no anglatishi, qanaqa tushuncha va qanaqa tushunchaviy tushuncha lug'aviy ma'noga ega ekanligini biz bilib olishimiz mumkin. Ushbu so'zni tarjima qilganimizda bizda missiya, ya'ni bu degani yuborish, vazifa topshirish, vazifani bajarish degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni missionerlik qanaqa turdagi ma'lumotlarni yoki qanaqa turdagi tushuncha yoki shunga o'xshash narsalarni boshqa bir xalqqa yoki boshqa bir din vakillariga yuborish degan ma'nolarni bildirishi mumkin. Bu so'z turli lug'atlarda va manbalarda, ya'ni ta'riflari ko'pincha bir xil berilgan, ya'ni ma'lum bir turdagi tushunchani ikkinchi turdagi xalq, ya'ni har xil turdagi xalqlarga vazifa sifatida, ya'ni tushuncha sifatida olib borish. Bu haqida ko'pincha o'zi bu so'z xristianlik dinidan kelib chiqqan bo'lib, har yili qayta nashr etiladigan Verda World Book degan jahon kitobi yoki shu ma'noda beruvchi ensiklopediya mavjud bo'lib, bunda aynan missionerlik haqida, missionerlik guruhlari tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida keng ma'lumotlar olib borilgan. Bizda bu haqida Moskva shahrida ham nashr etilgan Kleopan Mefodiyning katta ensiklopediyasida ham missionerlik haqida ko'pgina ma'lumotlar olib borish yoki yoyish haqida shunga o'xshash ma'lumotlar olib boriladi. Umuman olganda, turli lug'atlarda, manbalarda bayon etilishicha, ya'ni ko'pincha missionerlik so'zi bir-biriga juda ham o'xshash ma'nolarni beradi va xulosa qilib aytganda, ya'ni missionerlik bir dinni, ya'ni e'tiqod qiluvchi xalqlar orasidagi boshqa dinni targ'ib etish degan ma'nolarni, ya'ni mana shu tushunchani olib boradi. Uni vafotidan keyin uni o'lgan tanasini, uni ota-onasi balki qabristonda bo'lishni xohlaydi, ammo u kishi, ya'ni o'sha o'lik xristian dinini qabul qilgani uchun bu yerda mojarolar bo'ladi, ya'ni boshqa musulmon o'lganlarning orasiga, mayitlarning orasiga qo'ya olmaymiz degan ularning ota-onasi baribir shu qabristonda, ya'ni boshqalar kabi, boshqa musulmonlar kabi ko'milishni xohlaydi. Lekin shu xristian din qabul qilgani uchun bu bo'yicha juda ham katta janjallar yoki bo'lmasam kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Qilib yurishganda ular bosib olgan barcha hududlarni, xalqlarni o'sha mana shu missionerlik ishlari orqali o'zlarining dillariga kirgizishlarini juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Yevropa qit'asida ham xristianlikni tarqatish bo'yicha katta amalga oshirilgan har xil ishlar bo'ladi va eng mashhur missionerlar qatorida 400-yillarda Irlandiyada xristianliklarni targ'ib etib, ya'ni aynan mana shu dinni butun Irlandiya xalqiga targ'ib etganligini ko'rishimiz mumkin. Noto'g'ri amaliyot emas, aksincha ko'proq o'sha ularga da'vat qilish nima ekan, o'shani ko'rib o'tdik. Internetda ko'proq ularda o'sha ingliz tilida bo'lgani uchun bilamiz, ular xristianlik tilini dominantlik qiladi. O'sha missionerlik dini haqida video qidirsiz yoki ma'lumot qidirsangiz, ularda negativ emas, amaliyotga harakat emas ekan, aksincha bu narsaga ko'proq da'vat qilingan ekan bo'ladi. Sizda keyin qoyalari xuddi shunday, ularda o'sha missionerlik jamiyatlari, missionerlik harakatlari salbiy narsa sifatida ko'rilmas ekan. Shunga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni o'sha chet nimalarni o'qiganimizda. Xo'p, mavzu yuzasidan savollarimiz bor edi.
Maşallah. Sog'liqlarga nima degan? Salom qatorimiz. Iso havoriylarga nima degan? Shu cho'qintirish haqida gapirganda. Havoyi nima degan? Ben javob beraman. Aziza jonimiz. Injilni keyinroq haqiqatli deb aytilmoqda. Injil haqida xabar bering. Muhammad yo'lovchilarni ko'rsating. Hamma uchun injil haqida xabar bering. Missionerlik nima? Missionerlik bu bir dinni ta'min qilish va o'sha dinni yoyish bo'ladi. To'g'ri. Yoshlar qanday dars qilinmoqda? Shogirdlar. Savol javob bering. Missionerlikmi? Missionerlikka yoshlar qay tarzda jalb qilinadi? Yoshlar har xil, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar orqali yoki nodavlat tashkilotlar bor, yoki xalq orasida yurib ham har xil targ'ib Nodavlat tashkilotlarga eng ko'p tortadigan yoshlarni jalb qiladigan holat nima? Aytib beruvering. Masalan, nima qiziqtiradi ko'proq yoshlarni? Bloglanish, Xayriyani faoliyatga kimlar ko'proq qiladi? Yoshlar jalb qiladi. Hozir ijtimoiy tarmoq orqali kimlar kuzatamiz? blogerlar orqali jalb qilinadi. Bizda ya'ni yetarlicha diniy bilim shakllanmaganligi sababli ularga ishonib qolish yoshlarda ko'proq kuzatiladi. keyin o'sha xorijiy ta'limotga asosida Shu xorijiy ta'lim bilan qara. Missiya so'zining lug'aviy ma'nosi. Missiya so'zi yunochada olingan bu tarqalish, ya'ni vazifa berish degan. Ilohiyda iste'mol qilingan. Missionerlik asosan qaysi dinga oid faoliyat sifatida tanilgan? Missionerlik asosan xristian diniga oid faoliyat sifatida tanilgan. davlat. Britaniyada missionerlar faoliyati bu asosan missioner xristian dini orqali xristian dinida faoliyat ko'rsatadi desa, ular yoshlar orasida o'zi xristian dinini o'z e'tiqod qilayotgan dinidan voz kechishadi. Ular
moliyaviy aqidalarni targ'ib qilmaslik uchun davlat qonun ishlab chiqargan. Avgustin boshchiligidagi missionerlar harakati. To'g'ri ketgan. Missionerlik va prozelitizm o'rtasidagi farq nima? Missionerlik bu biror bir dinni targ'ib qilish, ya'ni biron bir dinga o'tishini taklif qilish, targ'ib qilish hisoblanadi. Prozelitizm esa biror bir dindan kechib boshqasiga targ'ib qilishni, boshqasiga e'tiqod qilishni targ'ib qiladi. Xristianlikni qabul qilganlarda qanday muammolar bor? Boya masalan masalamiz aytgandek, xristianlikni qabul qilganlar, ya'ni musulmonlikdan xristianlikka qabul qilganlar, ya'ni o'lganda dafn marosimlarida muammolar bo'ladi, oilalarda janjal bo'ladi, turli xil bayramlar, marosimlarda ham muammo bo'ladi. Ya'ni dafn marosimida musulmonlarning oldiga ko'mishda turli xil muammolar uchraydi. Milliy qadriyatlarga zid faoliyatlarga qanday munosabatlar kerak? Milliy qadriyatlarga zid faoliyatlar. Masalan, boyagi aytib o'tgandek, prozelitizmni olsak bo'ladi. Ya'ni bu o'sha o'zi e'tiqod qilgan dindan voz kechish va bu milliy qadriyatlarni buzishga olib keladi va shu kabi muammolar hisoblanadi. Targ'ibot ishlari va qonuniy chora ko'rish. O'sha savolga yana javob berishdi. Missionerlikning siyosiy xavflari nimalar? Missionerlik bu o'sha boshqa dinlarni targ'ib qilish hamda uni boshqa xalqlarga yoyish. Siyosiy xavflari bu o'sha diniy mojarolar kelib chiqishi mumkin. Oilalardagi nimalar? Kelin boshqaruvga aralashmoqda. Habashiston imperiyasining roli qanday? Habashiston imperiyasining roli dinlarni Missionerlikka munosabat qanday bo'ladi? missionerlikka munosabati yaxshi bo'lgan, zo'r bo'lgan, ularni to'g'rilagan. Ular Afrikada missionerlik nimasini tuzgan, undan tashqari xristianlik dinini yoyishgan, bu ularga ham moliyaviy tomondan foyda keltirgan. Ham siyosiy ham xohlamaymi? Tashkilotlar tuzganlar endi eng shu xalqi shu Afrikani ochlikka, qiyinchilikka mahkum etilgan hududlarga mana shu narsalar yoyiladi. Masaxiy davlatdan tuziladi. Missionerlik orqasida shu moliyaviy yordam uchun yoyishni qasd etgan.
tashkilot AQShda joylashgan. Talabalarni o'sha diniy missionerlikka targ'ib qilish, ularni jalb qilishda shug'ullanadi. Va o'sha talabalarni diniy oilalarga olib kirishgan va o'sha diniy oilalar talabalarga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Shuni aytdim. Geosiyosiy manfaatlar qanday ko'zlanadi? Geosiyosiy manfaatlar ham siyosiy manfaatlar kabi butun dunyo bo'ylab odamlarni o'sha ma'lum bir dinga targ'ib qilish orqali siyosatga ta'sir o'tkazish kabi manfaatlarni ko'zlanadi. Missionerlik qanday yo'nalishlarga ega? Boylik uchun boylab o'tirish uchun missionerlik qiladigan, sizlarga diniy e'tiqodlarni tarqatish bo'yicha yo'naladi. Ko'proq boylik uchun olinadiganlar turli xil xayriya ishlari, xalqaro yo'nalishlar kabi targ'ibot ishlari bo'ladi. Fikrlaringizni ijtimoiy umumlashtirilgan holatda va holatda hamma o'zlaringizni mavzuga doir fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Faqat qaranglar, keng tarzda emas, umumlashtirilib, masalan, ma'nosi aytilsin. Chunki qolganlarga ham vaqt bo'lishi kerak. O'sha kiber makonda diniy e'tiqod targ'ibotning ijtimoiy xavfi 20-asrda hozirgi asrimiz jamiyat axborot asri deb atalishi bejizga emas, tarixda ma'lumotning muhimlik darajasi unchalik muhim bo'lmagan, ya'ni insonlar bir-biri bilan ma'lumot alishgan va uni qanchalik to'g'ri yoki to'g'ri emasligiga unchalik e'tibor qaratilmagan. Bugungi kunga kelib esa kiber makon tushunchasi dunyo bo'yicha hamma, masalan, kompyuter tarmoqlari, telefonlardan foydalanamiz. Bu hammasi umumiylashtirib virtual degan tushunchani o'sha jamiyatga olib kiradi. Bundan tashqari ushbu atama 1984-yilda William Gibsonning Neuromat asarida ham keltirib o'tilgan va hozirda o'sha axborotlarning globallashib ketishi natijasida o'sha axborotning to'g'rilik darajasi pasayib, internetda shunchalik darajada ma'lumot ko'payib ketadi va bundan tashqari telefonda suhbatlar, turli xil chatlar va onlayn bahslar, masalan, kompyuter aloqalari bir-biri bilan o'sha ulanadi va kiber makonda hammasi kiber makonda amalga oshiriladi. Bundan tashqari kiber makonda diniy jarayonlar, turli xil ko'rinishlar mavjud. Masalan, insonlarning bir-biri bilan muloqotlashuvi yoki o'sha ta'limi yoki biror xil tajriba amaliyotlari haqida gaplashadi va bu orqasida missionerlik bizlari ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha internetda marketing sohasida ham turli xil faoliyat olib boriladi. Bundan tashqari AQShda internet imkoniyatlari insonlarning muloqotga kirishi va muayyan maqsadda fikr almashish imkoniyatini beradi. Lekin hamma ham internetda o'z fikrini bir-biri bilan alishavermaydi va internetdan turli xil yovuz o'zining mafkuraviy fikrlarini o'sha ayniqsa yoshlar ongiga ta'sir ettirish uchun turli xil masalan podkastlar yoki videolar yoki radio eshittirishlarni internetga ma'lum bir muddat davomida joylab boradi. Bundan tashqari dastlabki tashkil etilgan jamoalardan aytadigan bo'lsak, likanlar va neyro majlislar hisoblanadi. Proselytizm yoki diniy tashkilotlar, diniy sektalar va bugungi terrorizm, fundamentalizm, ekstremizm, bu hamma mavzu bir-biriga juda ham bog'liq. Chunki ijtimoiy tarmoq orqali yoyilyapti va yoshlar ongiga, insonlar hayotiga ta'sir qilayotgan omillardan biri bo'lib qolyapti. Shuning uchun hamma mavzular bir-biriga shunchalik bog'liq. Shuning uchun aytib ketib, sabablarini ham keltirib ketishingiz mumkin. Marhamat.
Missionerlik aynan bu nomini yaqin davrlarda olgan bo'lishiga qaramasdan, bu juda qadim davrlardan beri mavjud bo'lgan narsa deb o'ylayman. Chunki qadim zamonlardan ham qachonki yangi din paydo bo'lsa, uni da'vat qiladiganlar, uni yoyishga urinadiganlar paydo bo'ladi va ularni biz bugungi kunda missionerlar deb ataymiz. Missionerlar o'zi lotincha tildan olingan bo'lib, vazifa, ya'ni bo'sh degan ma'noni bildiradi. Bu tashkilot, ya'ni bu oqim ma'lum bir dinga qarashli emas. Ya'ni bu missionerlik harakatlari har qanday dinda mavjud bo'lishi mumkin. Bunda o'sha din vakillari o'zlarining dinini yoyish uchun turli xil harakatlar olib borishadi. Juda ko'p holatlarda o'z harakatlarini yoshlarga targ'ib qilish maqsadida turli xil jalb qiluvchi vositalardan, masalan, sayohatlarga jo'natish yoki xayriyalar yo bo'lmasam ta'lim sohasida ham foydalanishadi. Missionerlik o'zi birinchi bo'lib Rimda yoki Yevropada paydo bo'lgan hisoblanadi va asosan missionerlik oqimi xristianlik dini bilan bog'lanadi, chunki bugungi kunda eng asosiy missioner guruhlari xristianlik dini yo'nalishida mavjuddir. Ular ham ushbu yo'nalish orqali o'zlarining dinini boshqalarga targ'ib qilish bilan shug'ullanishadi. Lekin polietizm esa missionerlikdan farqli ravishda nafaqat dinni tarqatish, balki boshqa bir dinni qoralab ko'rsatish vazifasini ham bajaradi. Bu uni missionerlikdan farqi shu jihatda hisoblanadi. Bugungi kunda polietizm tufayli turli xil muammolar, oilaviy muammolar kelib chiqadi. Bunda masalan ma'lum bir dinga nisbatan nafrat uyg'onishi yoshlardan asosan yoki oilaviy jihatdan kelishmovchiliklar, diniy kelishmovchiliklar, qarashlarning bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi kabi muammolarni paydo qiladi. Missionerlik so'zi latinchadan olingan missio so'zidan olingan bo'lib, tarqatuvchi, ya'ni vazifa bajaruvchi degan ma'noni anglatadi. Missionerlik va missionerlik kundan kunga boshqa bir din vakilini o'z diniga targ'ib qilish yoki dinsiz bo'lgan odamlarni, butun jahon bo'ylab dinsiz bo'lgan odamlarni xristianlik diniga targ'ib qilish degan ma'nolarni ham anglatadi. Prozelitizm esa bitta inson bo'lsa, mana shu o'zini dini bo'la turib, bu boshqa dinga ishonib ketib, sig'inib ketib yoki musulmon dini bo'lsa xristianlikka o'tishi, xristianlik dinidan musulmon bo'lsa xristianlikka o'tishi, ya'ni ishonishi yana yaqqol musobaqat aytishimiz mumkin. Kundan kunga bu missionerlik targ'iboti rivojlangandan beri Yevropa mamlakatlarida yoki butun dunyoda ota-bolalar o'rtasida janjallar kelib chiqadi. Masalan, bunga yaqqol misol qilib, otasi islom dinini qabul qilgan, farzandi esa xristian bo'ldi. Uni farzandi ham xristian bo'ladi. Keyin esa bu bobosi tug'ilgan nevarasini islom diniga sig'ingan holda xatna to'y yoki xatna qilishini istaydi, yo'q, otasi xohlamaydi. Bunda ota-bola o'rtasidagi turli xil nizolar kelib chiqishiga sabab bo'la oladi. Keyin dafn marosimlarida ham boya aytib o'tilgandek, musulmon kishi agar vafot etsa, xristianlar o'zini qabriga qo'yishni xohlamaydi yoki musulmonlarni islomni qabul qilgan insonlarni qabristoniga hech kim xristianni qabul qilgan odamni qabr qo'yishi yoki dafn qilishni xohlamaydi. Bunda ham ichki nizolar kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Turmush qurishda ham islom dinidagi bir qiz yoki bir o'g'il bolani aytadigan bo'lsak, farzandni aytadigan bo'lsak, u har doim o'zini dinidagi insonga uylanish yoki turmushga chiqishi kerak degan narsa inson ongida bo'ladi. Islomdagi bir farzand, bir o'g'il xristianni qabul qilgan, ya'ni dini xristian bo'lgan bir qizni nikohga ola olmaydi. Bu nikohga olish amri ma'qul hisoblanadi. Shunda ham ota-onalar o'rtasida yoki farzandlar o'rtasida bir-biri bilan mojarolar kelib chiqib, oilani ajralib ketishi yoki kelishmovchiliklar bo'lib uydan ketishi kabi ta'sirlarga olib keladi. Missionerlik o'zi xristianlik dinini targ'ib qilish
boshlangan. Birinchi Iso payg'ambar davridan aytilgan degan. Injilda rivoyat qilinishlaricha Iso o'zini 12 ta da'vatchisi bilan shogirdlariga aytganki, tirik jon borki, Injil haqidagi xushxabarni butun dunyoga targ'ib qiling deb rivoyatlarda aytib o'tilgan. U Isroildagi Isoni 12 ta shogirdi Isroildagi har bitta qishloqlarga kirib borib da'vat qilgan. Bu ham missionerlikni rivojlanishini asosiy sabablaridan asosini tashkil qilgan. Bundan 400-500 yil ilgari xristianlik dinini targ'ib qilish bo'yicha Rim papasi ham 15-asrlarda 1622-yilda xristianlik dinini targ'ib qilish bo'yicha tashkilot ochadi. Keyinchalik esa missionerlar asosan Rim qo'shinlari bilan birgalikda yurgan. Rim imperiyasi qayerni bosib oldi? Ikki guruhga bosgan ikki guruhga bo'linamiz. Teng ikki guruhga bo'lingan tarzda bir tomonga kibr makon mavzusiga xos bo'lgan hamma mavzularni yozasizlar, ma'lumotlarni va keyin asoslab berasizlar vaqtimizga qarab so'zlarni hammasi. Ikkinchi tomondagilar missionerlik va prozelitizm mavzusiga xos so'zlarni marhamat chiqib yozinglar va kim ko'p yozganini hisoblaymiz. Keyin shu asoslab ham beringlar. Ikkita marker kerak. Markerlar kattaroq, yana kimda bor? Yozavering. Demak, chiqinglar. Qaysilarga siz chiqing, bu yoqdan siz chiqing. Hech kim yozmaydi. Tezroq yozishga temadan yozing. Sizlar missionerlik. Missionerlar sunyaptimi bo'ladi? Agar bizga xalqaro missiyalar birinchi qo'zg'olonchi Missiya so'zi biladi. Nargiz spam deb yoziladi.
haligi Igor shohidlari Igor shohidlari oqimida har bitta missioner yiliga 10 soat yoki 150 soat faoliyat yuritishi shart bo'ladi. Keyin missiya so'zlarini yuborish va tarqatish. Keyin Rimda va Yevropada rivojlanganligi. Keyin 15-asrda 1622-yilda haligi Papa Grigoriyni olib borgan kongress. Keyin missionerlik targ'iboti shu har yili missionerlar mana bunday aloqadorroq narsa olib boradigan faoliyatdir. Keyin prozelitizm bu haligi bu ham missionerlikni bir ko'rish oxirat kuni sektasi ham missionerlik yani xristianlikni zamirida kelib chiqqan. Missionerlikni targ'ib qiladi. Ayol missionerlar ayollar. Bunaqa ma'lumot keltirilmagan ekan, lekin ayol missionerlar ham bor bo'lib, erkaklar yetib borolmayotgan joylarda yoki erkaklar maqtagan joylarda ayol qilgan ekan. To'ldirib ketyapman. Missionerlik targ'ibotchisi. O'sha aholi orqali Instagramda bu missionerlar faoliyatiga bog'liq harajalar. Yangi chiqaradigan Instagramda Arabiston yarim orolida har xil imperiyalar kela boshlaganligi Habasistonga bog'liqroq. Keyin qonunga qishloqida haligi oxirat kuni sektasi shu yerga odamlarni to'playdi. Shubha uyg'onish boshlagandan keyin shu qishloqqa to'playdi. 500 dan ortiq odam o'limi yo'q bo'ladi o'sha payt. ma'lumot maxfiyligi, ya'ni onlayn ma'lumot maxfiyligi har doim saqlanmasligi mumkin. Ya'ni kiber olamda turli xil firibgarlar bor va ular xavfsiz emas, shaxsiy narsalar. Onlayn muhitda halol, ya'ni buni men yozib o'qib ko'rdim. Xristianlik dinida onlayn muhitda halollikni targ'ib qilish bor ekan va unda mehr-muhabbat, sevgini targ'ib qilarkanlar. Keyin o'yin kulgu. Kiber olamida bilamiz, o'yinlar orqali ham o'yin kulgu qilishadi va ular masalan dinni niqob qilib o'zlariga orqada har xil narsalar qilishadi. Savdo nima? Savdo tijorat. Kiber olamida ham turli xil savdolar qilinadi, ya'ni bular firibgarlik yo'lida qilinadi savdolar. Va bloglar, turli xil bloglar orqali odamlarni o'ziga jalb qilishadi. Ya'ni hozirgi blogerlar ham reklamalar orqali ham jalb qilyapti. Ta'lim, ya'ni turli xil kontentlar orqali ular o'rgatadi. Masalan, dinni targ'ib qilishda ma'mur video qo'yadi va bu ya'ni ta'lim bo'ladi. Ya'ni o'rgatadi uni. Real hayotdan uzilish, kiber olamga bog'lanib qolish, ya'ni internetga, ya'ni onlaynga bog'lanib qolish real hayotda uzilish olib keladi. Xakerlik hozirgi kunda judayam dolzarb muammo va bu hammamiz bilamiz xakerlik nimaligini. IT nima? a'zolariga qarab ular to'xtatadi. O'zining asosiylar shular. Bo'ldi. Bular ham deyarli endi bular talabalar o'tirib oling, baholayman. Bugun darsga faol talabalar, javob bergan talabalar nomlaring. Yana kimda? Yana yani qolganlar ishtirok etdi, qolganlarni hammasini belgilandi. Bugun mavzuimiz deyarli o'zlashtirildi. Mavzuga doir savollar hammasi ochildi.
mavzuga yaxshi tayyorlanib kelganingiz uchun sizga alohida rahmat.